Bugun bitta test qilmoqchiman. Ya'niki, shu ko'karib turgan basseynni qancha vaqt mobaynida o'ziga keltirsa bo'ladi. Kuzatib turing, bizga yordam beruvchi dori vositalari H- algitsid va koagulyant va xlor kukuni. Shu dori vositalari bilan inshaalloh basseynni tabiatli holatga keltirishga harakat qilamiz. Xudo xolasa testimiz yakuniga yetdi. Ro'pparasi 12 soat deganda basseynni shu holatga keltirdi. Natija yomon emas, lekin basseyn yonmadi. Lovillash kerak edi. E'tibor bersanglar, ozgina changlar bor. Bu mayda zarralar filtrdan bittada olib qololmaydi. Buni olib qolish uchun ozgina vaqt kerak bo'ladi filtrga, mayda zarrachalarni o'zi olib qolish uchun. Lekin natija yomon emas. Xudo xolasa ertalabga basseyn bundanda tabiatli holatga keladi. Orada 24 soat o'tdi. Basseynning holati. Mana endi basseyn yondi. Mana endi gapiryapti basseyn. Kimga shunaqa xizmat turlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Inshaalloh xizmatdamiz.